Demak, birinchi she'riy san'atimiz bu iltifot she'riy san'at. Bu san'at ko'pchilikka notanish bo'lsa ham yoki ko'pchilikning qo'llanmalaridan hali joy olmagan bo'lsa-da, bugungi mumtoz adabiyotimizga xos bo'lgan, mumtoz she'riyatimizga xos bo'lgan savollarda tushmoqda. O'zi asli iltifot nima? Aziz tinglovchi, iltifot bu aslida shoir bir tasvir davomida she'rning ovoz maromini birdan keskin o'zgartirib yuborishi. Asli o'zgartirib yuborish deganda ham qanday tomonga? Ya'ni ovozni, ya'ni tovushni keskin ko'tarib yuborish. Asosan mana shu iltifot san'atida his-hayajon undovlari ishlaydi. Doim eslab qoling. Demak, baytlarda ko'rganingizda his-hayajon undovlari ishlatilgan bo'lsa, siz qo'rqmasdan uni iltifot san'atiga olaverasiz. Bunga misol tariqasida ko'rishimiz mumkin. Qarang. Chiradir vayronim onsiz, vah, yana bir qatla ham ul quyoshni baytul ehsonimda mehmon istaram. Endi buni hijolariga solib o'qimayapmiz baytlarni, sababi bizga asosan she'riy san'at kerakligi uchun. Bu yerda o'sha vaqt degan jumla orqali iltifot yaratilyapti. Yoki orazing guldir, gul uzri sunbuli tar kokiling, Alloh Alloh gul yuzin qilmish muanbar kokiling. Mana shu joyda Alloh Alloh degan jumla orqali iltifot yaratilyapti. Sizga to'xtalib o'tadigan bir joyimiz mumtoz adabiyotimizda Alloh Alloh degan jumla chiziqcha bilan qaytarilsa, siz ularni murojaat, ya'ni undalma, qilishnosligimizdagi undalma deb olmaysiz. Nima uchun? Chunki turkiy adabiyotda bugungi turk xalqida ham Alloh Alloh degan jumla bu aynan his-hayajon undovsini bildiradi. Bizdagi voh, voh degan undov so'zlarga to'g'ri keladi. Shuning uchun ham mumtoz adabiyotimizda, g'azallar yoki mumtoz she'riyatimizda Alloh Alloh degan jumla chiqsa, murojaat emas, bu his-hayajon deya qabul qilasiz. Undan tashqari, ey Navoiy, hasrat ohi birla o'lgum hajr aro, yor vasli yetmasa faryodima, voh hasrato degan jumla. Mana shu voh hasrato degan jumlada shoir Navoiy ovoz maromini birdan ko'taryapti. Demak, iltifot san'ati bu bir me'yordagi ritmni, ya'ni she'rdagi bir me'yordagi ovozni keskin ko'tarib yuborish, asosan undov so'zlar bilan ko'tarib yuborishdir. Demak, iltifot san'ati mana shunday san'at hisoblanadi.